zo'r o'yinchida Hasanov fint ketdi. O'rnanib ketding. O'zing hal qil, o'zing. 9 kishi bo'lib qolgan o'zbekistonlik o'smirlar fantastik finalda chempionga aylandi. Hamyurtlarimiz turnir mezboni bo'lgan Saudiya Arabistoni yoshlarini 2-0 hisobida mag'lub etdi. 98 daqiqa davom etgan o'yin davomida hamyurtlarimizga 2 bora 40 hamda 45 daqiqalarda qizil kartochka ko'rsatildi. Bu zarbalar o'zbekistonliklarning ruhiyatini cho'ktira olmadi va aksincha 2 kartochka uchun ikkinchi taymda 2 ta gol bilan javob berishdi. Dastlab 50-daqiqada Muhammad Hakimov penaltidan hisobni ochdi. 70-daqiqada esa darvozabon Ne'matulloh Rustamjonov ketma-ket seyflardan so'ng tezkor qarshi hujumni boshladi. Qanotdan oldinga tashlangan Sadriddin Hasanov raqib posboni bilan yakkama-yakka vaziyatga chiqib bordi va to'pni uning oyoqlari orasidan o'tkazib, ikkinchi golni urdi. O'yinning qolgan qismida ham O'zbekiston vakillari 9 kishi holatida g'alabani saqlab qolib, ikkinchi bor mutlaq Osiyo chempioniga aylandilar. Eslatib o'tamiz, o'zbekistonlik o'smirlar finalga qadar Tailand, Xitoy, Saudiya Arabistoni, Birlashgan Arab Amirliklari, Koreya Xalq Demokratik Respublikasi kabi jamoalarni mag'lub etgan holda munosib tarzda yetib keldilar.